Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana bugun Xudo xolasa choyxonada rossiyalik Gabi Yakon aka bilan kelib mana qo'shilib Isroil Hojiyev bobo bilan keldik. Mana sog' salomat oshlarni yeb mana turyapmiz. Isroil tog'a kelganlariga mana kuyovlari bitta mashina sovg'a qilibdi mana. Mana hozir mashinani ko'rsatib beraman. Xudo xolasa mana shu mashinamiz. Mana shu mashinani kuyovlari bittaga kuyovlari Lilnavoligi Isroil tog'iga mana shunday sovg'a qilgan ekan. Mana hozir maza qilib yuribdi. Mana nomerlar rossiyskiy. Rossiya fuqarosi. Qo'yib qo'ysangiz hozir kel. Bu yoqda o'tgan kuni yuvib nima qilib zapravka tashlab ketgan. Nima o'zim qo'l tegizgan. Isroil tog'imiz borsangiz tabriklab qo'yamiz. Hammaga ko'rsatamiz. Ha, labay aka. Ha. Aydan. Ha. Keyin o'tiramiz. mayli vaqtim bo'lsa o'taman. Ben endi Isroilda mana ko'rdim, o'tiraman. O'zimizni gap qilib o'tirishga ham joy siqilib qoladigan gapirishmayman. Mayli Haydarali. Siz olib borib qo'yasizmi yo Haydarali bilan ketaveraymi o'rtog'im? O'zing bilasan. O'zing bilasan. Olib borib qo'ysangiz men siz bilan ketaman. Siz Agar bilan. nima bo'lsa ketaver. Mayli. Haydarali. Sen bilan ketaman oshna. Xo'p. Mayli. Hojiboy yaxshi yetib oling. Yangiliklarni YouTube'ga tashlayman, ko'radi bolalar.